ko'p demak sog'liklariga ta'sir qilishi, yomon ta'sir qilishi, salbiy ta'sir qilishi aniq. Tohir aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana bu umummilliy loyihaning boshlanganligi va bu qo'yilgan qadamlar barchasi yetarlimi? Chunki biz havo sifatining yomonligini tanamizda his qilib ko'rdik. Endi uni yaxshilash uchun barcha fuqarolar birgalashib harakat qilishimiz kerak degan g'oya ham bor buning tagida. Albatta, bilasizmi, mana hozir mutaxassislarimiz mana shu chiqarilgan, hurmatli prezidentimiz tomonidan chiqarilgan farmon to'g'risida aniq ma'lumotlar berishyapti. Lekin bu farmonning alohida asosiy mohiyati bor. Bu faqat ekologiya xodimlari yoki havoni tozalash nuqtai nazaridan ishlaydigan mutaxassislar uchun emas. Bu yurtimizdagi yashayotgan barcha korxona va idoralar uchun chiqarilgan qaror deb bilaman. Chunki bu faqat bitta kichkina doiradagi amalga oshiriladigan ish emas bu. Buni har bittamiz ushbu qarorni o'qiganimizdan keyin, bilganimizdan keyin unga amal qilishimiz kerak. Ho bu xonadonda bo'ladimi, ho mahallada bo'ladimi, ho tijoratda bo'ladimi, ho davlat idoralarida bo'ladimi, barcha rahbariyat, shu davlat idorasidagi rahbarlar hammaligi bu bir yoqadan bosh chiqarib, bir bo'lib bu masalani hal qilishga albatta o'zligi harakat qilishligi kerak va bu ishni davomiy olib borishlari kerak. Maqsad kelajakdagi farzandlarimiz ham hozirgi havoni tozaligicha his qilishligi uchun buni saqlab qolishimiz kerak. Mana hozir ko'p ommaviy vositalarda ko'rsatiladi, Chorbog' atrofidagi qurilayotgan sayohat joylari yoki mana o'sha Parkent tumanidagi qurilayotgan joylari. Endi buni bilasizmi, nimaga taqqoslash mumkin yoki nimaga bu darajada bu masala ko'tarilyapti? Chunki O'zbekistonimizga sayyohlarni kelib, bu yerdagi iqlimi ma'qul bo'lgandan keyin ularning soni yana ham ko'payadi. Birinchi navbatda shunga e'tibor berilyapti. Rahmat. Albatta bugun